savol qoldirganda vitamin D bizani ozdiradimi desam, ko'pchilik ha ozdiradi debdi-da. Qizlar, vitamin D bizani ozdirmaydi. Hech qanaqa to'g'ridan to'g'ri yog' eritmaydi, lekin uni tanqisligi bizani semirtiradi. Sababini tushuntiraman. Nima uchun? Agar tanamizda vitamin D tanqisligi ketayotgan bo'lsa, bizda insulin gormoni oshadi, insulin sezgirligi pasayishni boshlaydi. Insulin sezgirligi pasayishni boshlagandan keyin bizani tanamiz yog' yoqish rejimidan yog' saqlash rejimiga o'tadi. Undan tashqari, aynan vitamin D pastligi bizani to'qlik gormonimizga ta'sir qiladi deb biz to'yganimizni bilmay qolamiz. Qizlar, mana shunaqa holatlar bo'ladi. Eng asosiysi charchoq paydo bo'ladi agar bizda vitamin D pasayib ketsa va biz holsizlanganimizdan keyin biz hech qanaqa diyetani oxiriga yetkaza olmaymiz. Sog'lom ovqatlanishni ham oxiriga yetkaza olmaymiz. Aynan mana shu sabablar uchun vitamin D tanada tanqis bo'lmasligi kerak ozmoqchi bo'lgan odamda. Vitamin D to'g'ridan to'g'ri o'zi ozdirmaydi, lekin bizani ozish faktorlarimizga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham albatta vitamin D ni oshirishimiz kerak.